sağlamlıqqa ko'ngil bo'ladigan ayollar mas'uliyatchanlik bilan, ishonch bilan ishlab chiqarilgan mahsulotni tanlaydi. Ayollar sağlamlıqqa ko'ngil bo'lay desangiz, Nanilla mahsulotlari eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Ha, Vali qo'saq to'ydimi? Ay, menga 100 gramdan ortiq seven sunmaydi o narsani. Sen düymemse satırashqanma yanını bekrak ep qo'y deb bunda. Yo, dedim üzemeyim sen aklımı kepiştirversen aklımı. Ya bu küp onun nakşı yetişler ne münasip sarang mı ya? Yo, dedim muhabbet dedim bilemem tenterbeyek naklı düşmezsem karab durup pisak sevette. Mana keselden başının işi şu. Dedim uyamda canşu kıldım sen tılıdığa adam yok durup kaldı pelle. Sen bir ebeykan boğuyttan pentildiğen. Doktumay seni çıkı bilip. Ebeykan boz tılıpes oluyor aş pelleni bir. Ya şu ebeykan kime varsa? Bak yaman ciddi işim bat dediğine men ama hazır şunda ciddi. Kanda ciddi işim bat ya? Kuhlaydıgan işim bat dediğine. Ravr işim var ki esine. Ebeykanlı bir çakasam ama uyamdan canşusunu ışlığı pelleni bir taraf kıp sunmam diye. Onda varsa ben ma tazlıqımni qıplam qopaplam andiki yardımlaşım sana ha. Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'ruvchilarimiz, naq maydon qadam tashirib qan tomoshabinlarimiz hammalarniki har vaqtimiz xayrli bo'lsin. 2021-yillik Nalina Cho'lpon keldi programmamizdan bugungi soniga alayda taklif qilgan bizdan suyimli mehmonimiz bo'lsa, hammalarniki qalbimizdan cho'nqur o'rin olib kelayotgan, bizni kuldirib kelayotgan bizdan suyimli san'atkorimiz, ustozimiz Habibullah Mulla, ya'ni Abay Taqqu Tuqqu akamizni sanamiz taklif qilamiz. Marhamat! Voy, aka qanday yaxshimi aka? Yaxshi turdingizmi? Meshak bekilar aka. Meshaklar. Ana dastlabda. O'tdamaymiz-mi aka? Tamam. Turaplam. Yaxshimi aka o'zingiz? O'tdan aka, popota. Aka shu eng dastlabdan bir so'rg'im kelyapti-chu, meniki men zot so'raydigan bir masala bor. Sizni hammalar taqu tuqqu deymiz-ku, lekin turmushda unda emas saqqu siz aka. Ha, ba'zida shunda normal gap. Va sizda chiqib ko'rsaklam hozir kuladiganlar birek berib tuqchimi aka? Endi jiqadamlar shunda deb qaraydi ekan, meni taqu tuqqa deb. Bir adam biz kuni bir akamiz bilan paranglashib, 5-10 minutlik paranglashib o'tirib, "Voy, ukam siz so'qgansiz-ku" deydi. Choq-choq qilayotgan deb kulib, bunday qarab turaydi u odamni choq-choq degan ma'no hech qanday choq-choq ma'nosi yo'q. Aka, meni bir buzilib qoldimki deb. Disham ya sel kallada ketmiş tabi taktık yakılıp bir sene kulak kalan bal dep ağırlık deydi. Ya ben bir şehrimde taktık yakılgan bilen normal turmuşluğunda taktık yakıldığı adam görsem ben mi korkayım dep. Yetermiş. Ey rahmat akamış gaptiriniz bek suyumlik cuma lekin. Raslam bek ummak aka siz hamda qarab turib maqtisa bir xil bo'ladi uni bilaman. Lekin zatati kebi. Ya bir qitima qayntamning ayolning qizi başladı degan bek ummak. Hayatımda bir ketim degan bo'lgan faqat esimde chiqadi. Hozir belilam o'ta ketdingiz shuni ular. Konuşaplar, kimdi konuşaplar. To'y qilgan kundan tortib konuşadigan ish boshlanadi ekan. Endi bu konuşadigan ish boshlanadi ekan, boshlaganda bu ayol kishi bunday o'tirib, motirab qarab, bir nimani xiyol qilib qolsang, nimani xiyol qilyapsiz deb xiyolingga borishi deb. Ya qanda bir nimalarni deb qo'ysang, ha deb. Chiqiblam bek kulki ata qilyaptingiz juma aka raslam. Amaliyat rastga qilsam men program suratga ilishdan burun sal bir xil bo'sha qolibdi ekanman men o'zim. So'lishu. Yo'q, sen bu programmaga chiqqanda kellar, shu Nuralininki shu Genjoy keldi dedi. Lam ataladik vaqt bilan meyadik vaqt shunda o'xshamaydi. Men bundan burun program bilan shunda yaxshi bo'lyapti-da. Ko'rib baqdingizmi aka? Ko'rdim. Men yoqtirib ko'raman. Endi bu Cho'lpon keldi degan bu programma o'zgichiligi bilan o'xshamaydi hamda boshqa programmalarga voqelik shaklda, etot shaklda shikingning o'ynagan dialoglari bir xil odamlarni o'ziga qiziqtirdi-chu. Rahmat aka. Shunlashqa shu fursatda shu Cho'lpon keldi programmasidagi programma xizmatchilari, operatorlar, vaqt maydondagi hammanglarga mana shundaq bir har bir sinovlar bilan ko'rish fursati berganliginglardan intayın minnettarman, rahmat sizlarga. Rahmat aka. Sizga rahmat aka. Sanimizning kichik ko'may qatnashganingizga bak xo'sh bo'ldik aka. Kichik sahna emas.
xalq yoqtirib ko'rayotgan bir shunda katta sahna. Bu yana biz doirasini demaymiz, cho'ng kichikligini demaymiz. Gap xalqimizning yoqtirib ko'rishi, yaxshi ma'naviy, ozuq, aktiv energiyalik narsalarni mush program orqali xalqimizga taqdim etib olsak, birdan yerimdan bo'lsa xushallik ato qilib olsak, hammalarning umidi shu, ko'rayotganlarmi xush bo'ldi. Hammalar xush bo'ldimizda. Shunlashqa bu nihoyat yaxshi programma bo'ldi. Bu programmani ish qilib, ishlar texim yaxshi bo'lib ketishiga ishonaman. Rahmat. Deganingiz kelsin aka. Unda bo'lsa, endi qachon o'tiraman? aka, endi men rostga qilsam-chu, hozir kirishib ketdim-chu, men kulkini boshlab oldik emasmi? Oxirigacha ega bo'ling hamda. Ya bo'ldi, gap. Oxirini kulib o'taylik hozir hamda, hozir xayr qoldi-ku. Mushu yumurdan ikkini so'zlab bersangiz, yep-yan tonoda yangi chiqqandan. Endi bu yumur deganni mundaqchi, yumurni unudan bunudan anglaydi ekanmiz. O'zimizga yaxshi deganni ideyimizda saqlab qoldi ekanmiz-da. Hozir to'r davri bo'lgan ekan, bir yumur deyilsalar, hozir bütün yer hammalar telefonda ko'rib bilib olamiz. Shunlashqa ekran oldidagi xalqimizning naq maydondagi o'tgan tomoshabinlarning har bir singlarniki Konike yinken demey anlap barışın. Amal ba yengilni deyişke tırışımen 2-3-4 mi değmem demişler. Allah Allah. Endi ben Yisamkamnikidan birini deyim. Yisamkam bir günümüz küme bazıga, kümelerin çürüyülüp satılganlar var mı paça? Küme bazıga küme ağını verip küme satılgan balığı. Mat kömürünün kilosu kança? Dese küme satılgan balığı. Kilosu 45 değil Yisamka. 200 kilo tate. Dese öyle yoga dami vermem mi ya komi vermem mi demek? Kandarak yerini vermem şapka. Kapkara yerini. Küme degen kara olmay kandarak. Onu kendin yüzdü çünkü bir adam belki yüzdü. Davamlı koşusunu uydun arkan soraydı kendi. Arkanın verip dursunuz dep gönderip ahira arkanın verip durguç adamdan çıkmış be. Künde beni arkanı meşletkenden sen bekrek çıkışıp konup tutarsı bunu. Baza kırıp alsan olmamdı buna. Kayadı satıdı. Digidek. Şimdi de bazanın bir yer geçen bir su arkan satıdı. Sana bir nesini işini sep koyayım. Herkes mitrlap amacı mı arkanı cınlap alırsa anadı paydalısa. Mitrlap satımetse herkes sen ziyaret gitse. Mesela makul deyip kirip arkan satırgan balını kışı görüp. Arkanının kilosu kança? Mesela arkan satıdı. O sizga qanchalik lazım, taxminan qancha metr lazım? Aşını onu kendin cıngı salımız. Yok ben cınglap alımayman. Zaten kilosu qancha? Zoy elim şu sana taxminan qanchalik kerak? Qanchalik uzunlukta desen aşını onu kendin cıngı salmam dokuz. Yok. Ben ziyaret etip getirgan şu qilmayman. Cınglap alımayman. Neçe depki am iş pişip ketip qancha pullik alsa 50 koylik sala arqandan. Shunda arqanlarni kesib daqsasa kemepti de taraz götürülmepti ki mandara kesip saptı da sas yani kemsi mandara kesip saptı ki yani kemmese da sas tarazımda yani azrak sili ütene bu arkamın nemi gişiteme değil mi? Bir adam da yani bir depegim kep kaldı. Bunu burun mu degen yani bir kıtım hem de çünkü o benim bir suyumlik tağam hem de. Şu taktuka degen gapni baya ishkanlarni aytdi, chiroyli dialoglarni keltirdilar. Endi bu taktuka deganda men sahnaga kelib chiqishchi. Lekin mening tog'am, opamning inisi Rishit degan tog'am, u mana naq taktukada, naq maydondami deydi, har kuni degani har kuniga o'xshamaydi, ammo normal turmushdami qiziqchilik qilib o'sha taktukaga qiladi. Ash Rishitkamning bir ishga gapini qilib beray. Bir kuni Swidinga borsam, Rishitkam chaqirdi. Yaqilavka. Borsam, ukam opamning inisi da bu. Opamni yo'qlab o'tib ketay deb Malanga borsam, opam uydan chiqib, yana bir ko'chaga kirib ketib biribdi-ki, teximiz samirib, men kirib ketib borib dedi. Meni ko'mdi dedi. Bir hayron qoldirib o'tay deb keyindan asta kelib, "Hada?" desam, bichora opam semizligida ishtik burlanmay, osh ko'chadan kirib ketib, yana bir ko'chadan chiqib, "Ha!" Aşıda kızıkçılık bulundu. Bu da basam oğlu bile oturuptu ki Rishitga. Rishitga sana dedim, "Mabalni tonamsın mabal ne?" Bizning oğlunu. Görsesem bizning oğlum da qaraydı. Bu balning apısı bizning uyda qo'nudi deydi. Yumur davomli ijod turmagan ekan, hamish bir necha yumurni hozircha
huzuringlarga sunib turdik. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat. Xo'sh aka, tugidi endi programmamiz. Qaysingiz bu? Hujjat yo'q, tutib ekan. Programma degan mushtat tugisa. Men uning ustiga tamoqlarga qiziqadigan Müşta balıttım yaş vaktimde. Yigin olmaydigan narsadan başka, yigin bulduğun narsa hemmini yeydim. Yani birden. Bunu üzerine düşünmem doğutum koşumuz. Ya oruqlaq qapsa qarasa. Nurgun neç kilo oruqlaq ketdim. Men de nefes to'xtab qoldigan bir ahvol bor edi-ku. Uxlatib, qo'raktab 1 minut yo'qab ketib, boshqalar anglab qilib, men bilan yotgan odamlar qo'rqib ketib, mening kelib uyqumdim. Ma'yiliqqa xo'shiji ilishini tavsiya qildi-da, xo'shiji. U qancha pulga dedi, "Mundaq qilsang o'lib ketishadi" dedi bircha. "Ma, bolalarni o'zing boqma, tuyuqsizmish uxlatib, nafsing yana 1 sekund daqiq kelmasa sen o'lsa, undan bolalaring va o'zing boqqaning yaxshi deganda sen qo'rqdim degina. Necha pullik narsa bu? Desam, "Men xil baldo og'a 20 necha ming. Hozir tushdi, men aloqa qilib beray." Dilimda aloqa qilsa, desam 9800 ko'rib tushibdi ekan. Do hisob urib baqsam 9800 koy ülep ketken qarğan xuadileydigine. Buna to'xta olay deb bunu oldim. 15 gün күнәммәйді келсе bununğa. Başqa nuqta silip bunda yatadigan işte ilivite күнәмме 15-20 gündən keyin şunda күнәп ketdim ki bu xo'shijiga. Bu xo'shijida uxlasam 6-7 saat uxlasammi uyquga qinib yaxshi qo'paman. Uning kendiliği odatda uxlaganda tushlarni ko'rsak sus, va bir xil ko'rimiz go, aytishga esimizga kelmay. Maningda govching olib. Uning kendini shu ko'chijida uxlab, ba'zilar tushlarni o'g'ilib ketdi, yo'qlab turib qo'y, tushligimizni qolgan yeri qolgan. Maningda agar o'g'ilib ketib, bugun kunduzda o'g'ilib ishimizni qilib, kech eshaydan tortib. Zanjik qo'ygan. Eshaydan tortib qo'ygan. Bu da men 10 qismlik bir tushib qo'ygan shu. Ma bek estoyla anlayıştım akama gepansa. Rost oxşaydı deb anlayıştım ben. Daha neyse? Bunu ilanı ulap kaldı o bu. Ya ben xo'shijini dayarını soğan. Ya ben ameliyatını sözlerdim. Mesela doktorlarga barsanlarmı, doktorlarmı şunu tavsiye qiladi shunda. Ama emdelik bazılarının birleşki açlaq to'xtab qoldigan anda bir avvalli ulap qalsa, buni sal qaramay doktorxonaga berib 24 soat 40 net soat kuzatib uxlagan vaqtida kuzatib ashuni qartash burdirga bo'lsa ashuni ilib olsanglar yaxshiroq ekan demakchi endi tang ma ras gapmi akam ma chunki o'lim ba'zi ras gapmi qilib qolaman mayli turib saqiyib turib bunday bo'ladigan ashunda saqqa ya yili qandoq qilamiz aka so'raydigan savollarni yozib qo'ydim lekin ansirayotiman shu nimani so'raydiganlik to'g'riliq mavzu hozirgacha uchur yo'q lekin endi qurbatimning yetishicha javob beraman. Bu yerda men qiziqchilik qilib chuqum sizlarni kuldirib o'talayman yoki undaq qilib o'talayman, mundaq qilib o'talayman emas. Qurbatimning yetishicha xushal qila olsam xush bo'laman. Xushal qilolmasam ancha xush bo'lib ketmayman. Nimishqa deganda xushal qilolmagan qaraganda xushal qila olgan yaxshi deb qo'ydi ekan cho'nglar. Şunu tirishime her bir sınırlarını. Rahmet. Meyli konu olsun, yeni olsun dep birden yerimden bir hoşallık atak kılalsak. Muş çolpan geldi programması arkalık ekran aldı görürmenlerimiz birden olsun bir külüp azırak bir adım çıkırsa. Lak meydandaki tamaşalarımız birden mağdur çıkırsa biz şunu da koşal, şunu da suyunumuz rahmet. Rahmet. Uzun yıllardan bu yana akam şundak sizge hoşallık atak kılığınızga muş fırsatda görmelerge vakalten yamır ketim teşekkürümüzü bildirimiz aka. Rahmet. Ağadınız mı kandı? Tamam dedim oturayım mı? Oturandık aka. Oturası teşbite kanı getlen oturat deyişeyle aka. Hoş geldiniz akacıma. Sizni körüp burası hem de içilip yeyilip gettik konak meydandaki tamaşı bildirimiz. Akşam körümeler mi şu? Hoşallık ilkini körü atıda da böyleyme. Hem de başla gettik mi aka? Sual soraklarını. Peki başlamadık mı? Hem de men deyme aka. Ben özümden bilgisi var suallardan başlay aldı öyle. Ben kızıqıma siz kanda yapmışı seni sağası da menip kalgan deyip. Hem okugan kesmez neymi o? Nədəni püttəgən? Toluqsuzluğumuz korqasına aydı. Başlangıç toluqsuzluğunu suydun da. Okup toluqsuzluğum ben maşinsazlık, elektron, texnik mektebi degen bir mektepke geldim. Üye kelip 3 yıl okup 92. yılı 11. ayının 28. günü Bodor'ca geldim. Ürümçümüş. Liyatin Bodor kılsa da. Liyatin Bodor kılgandaki meni Orman Nazarlı'dan bizim Şinjan Yağış Materyal Tuş Şirketi dep ama şu
nazorat bevosita qaraydigan bir transport şirketi var ekan. Shu yerga xizmatga bo'ldi. U yerda ishlab 92-yildan tortib 2000 yilga kelgan vaqtida idoralarga bir tangshash islohot elib berilgandan keyin jechu xotin qilib men idoradan 2000 yil yenib chiqdim. Biroq san'atga deganda bizniki mening shu dadammi men tug'ilishdan burun dutta tambirlarni chalardi ekan. Opammi so'nghay dutta chaldi. Opamning inillari Rishtkam opamning inisi shu taqtuquniki. Keyinda Obliz Muhammad deb skripka çaldıgan tağam var. O skripka çaldıgan tağam mı bizimki şu Seydullam Toxte bizim ustazımızınki şagirdlerinin aldığın kıymış. Şincanlı millici skripka çalışta aldığın katarı durdu. İnlilerim çaldı. Dadam taraf mı çalıyordu? Opam taraf mı çalıyordu? Çağın diken bizde küçükümüzden tabiila sanat gibi olan kadar kandı bağ dep koyumuzga. Şunu qiziqadigan bir ahvol paydo bo'ldi ekan. Men shu o'qishda 88-yilda tortib gitar chalishga amroq qilib 88 o'chang gitar oladigan pul yo'q. Gitar ko'tarib ketgan gitarni silib olsak cho'ngish. Gitar va odamlarning keyinlarida marab juriytiq chog'i yalar. Ayna qilib meya keldik, kelib bolalar bilan gitarni mayli rasmiy kasbiy rasmiy sistemalik o'rgangan emas. Biz o'zimizning bilgunimizcha shu masalan shu chaqlarda Ahmadjon Mamtimin bizniki Xotan Qarqash diyaridan yetib chiqqan. Uning gitar chalish uslublariga qiziqib, ustoz san'atkorimiz Akbar Qahramon qatorliq mushularni gitar chalish qiziqib, o'zimizning kelib gitar chalib maktabda men faoliyatda naqsh etib, ashla birinchi bo'lib o'chaqda menchilik etaladigan odamlar yo'q-da, maktab o'amdi. Endi faoliyatlar qiziqib qatnashib kelib gitar chalishni o'rganib oldim, naqsh etishni kichikimdan biletdim hem de kichikimdan naqsh etalaydim o'zim faoliyatlar. Shunday qilib yurib, shuni bilan bir gitar chalib, meni hamda rost gapni qilganda eng yaxshi ko'rilgan san'at maktablarini o'qimagan bo'lsammi, kasbiy maktablarda. Lekin men qiziqadiganim shu edi. Gitarmi aka ya naqshmi? Gitarni keyin o'rgandim-ku, kichikimdan naqsh etishni bildim, ham naqsh etalaydim. Gitarni keyin 88dan tortib 89 keldim, kelib mishadi. Allah bilan saboqdoshlarim bilan chelishib yurib gitarni o'rganib izchil tashimidim, ishlayotgan vaqtimda gitar chapirim idoralikilarga shu xo'sh bo'ladi. Keyin 2000 yilga kelganda hamma ash taraflarda mening gitar chaldig'imni al-ag'inlarim paydo bo'ldi, do'stlar paydo bo'lib, bilib restoranga taklif qilindim. Ömercan Alim akamiz G'ulchida bir Chimbulaq deb bir ashunda muzikali qarab. Shu yerga taklif qildi. Men u chaqlarda degan bir sahnalarda boy og'inlarim restoranlarga olib borsa, sahnadalik muzik chilib naqsh etadiganlarga bak havas qildim. Chunki ular nurg'un odamlar ichidan tanlanib chiqqan bunday naqshchilarda va sahnalarda turib restoranniki bir naqshini etib olsam, men uchun bir tugamas xo'shallikdi-da u. Ammo unda fursatlar bo'lib qoldi. Men gitar chalib naqsh eta olgandan meni pulva og'inlarim restoranlarga kirish fursatlari yarilib qoldi. Uya kirganda og'inlarim bir naqsh etib, amadayt sahnaga chiqib, bir naqshlarni etib olsam xo'sh bo'ldim. Keyin 2000 yili Ömercan Kamal'ımniki taklifi bilan Chimbulaqda ishladi. Bu yerda gitar chalib naqsh etime başladım. 3 naqsh etime. Ulag'imni yoqdimi degandan keyin shuni bu gitar naqshlarga mamroq. Shunday qilib, endi nashadi san'atkor og'inlarim bilan birga xizmat qilgach tanishib, ulag'ning keyinda mendan chimicha tabiiy bir qiziqchilikning borligini bo'lib og'inlarim asta-asta bayqab qoldi. Bayqab bir etotlarga chiqdik. G'uljidagi shu bir programmalar etotlarga chiqib, endi bu G'uljida xili ta'sirlarni qo'zg'agan bo'ldi. Anan keyindan naqsh musobaqalarga qatnashib gitar bilan unda yaxshi natijaga erishdi. Ayda qilib, asta-asta 2005-yili men Urumchiga qaytib keldim. Urumchiga bolalarimni olib yenib kelib, bu yerdami shuni ular uyaga bir qilib 2008-yillik Qurbayatlik san'at kechiligiga qatnashish fursati bo'lib, shu yerda shuni bilan shu taqtuqini Latiflar klubi degan bir etotda o'ynab, uning keyindan taqtuqa manda bir gap bor ekan deb xalqimizning to'liq bilgan vaqti shu. Lekin men G'uljidimi filmlarni ishlab yurgan, kino ishlash bir VCD plastinka ishlaydigan film ishlashlarga qatnashib, uning keyinda ashtaq yurdik Hindistonda. Charlxon bo'lsa, G'uljida Abayxon deb. Ayda qilib asta-asta qilib hozir hamda xalq san'atkori bo'ldik-da hamda o'zimniki bu qilayotgan ishimdan intan qo'shulaman, suyunaman. Chunki men kichikimdan orzuyim artistlar bilan masalan bir Urumchiga kelib ma Juyanning oldidan bekadin bir ko'ylak gazir elib, ashning oldida ishi bo'lmasam turib ketdi deydiganlarning ichida men bor. Chunki san'at qiziqqandan bizning shu ustoz san'atkorlarimizning birasini shu Urumchiga kelib ya maşinning derisidan ya jiroqdan bir ko'rib olasam, meningki bir orzuyim amalga oshgan shunchalik xush bo'lib ketibdi. Keyin shuni bilan bu das bugam orzuyingiz amalga oshibdi-da aka. Bizlarni naq maydon. Yo'lani ko'rib, qachon ko'ramiz deb shunda saqlab ko'midim.
Bu gençiydi göreveremem mi dep. Diye abim badem benden aldı görebilsem vallahi dolap kaldı. Bek umaq, bek rahmet aka. Ekçik yakıvettім da ya. Biz hoş bulduk aka, biz hoş bulduk. Endi aka ma bu iş qandaq bir sistemalik tarbiya almadınız hesapda. Şu senet yoluga qadam algandan keyin şu G'uljida bir etotlarni o'yindik. Bu etotni shu El oblast daramı ömürgideki kasbiy, masalan, Parat İsrail deymiz, Anvar Yasin deymiz. Ular kasb o'qiganlar senet maktabda. Daramı ömekning ichida birga paylan qilish jarayonida ala kasbiy bo'lgandan keyin qandaq chiqish sahnaga, qandaq tushish, anda oldida o'tmaslik to'g'riliq azroq tarbiyalan. Keyin men qaytib kelgandan keyin operaniki, Jurat Voyit, Islomjon Varis qatorliq karvon teatr deb shuni ishlash jarayonida etotlaşdik. Men endi kasbiy san'atkorlar bilan ashada bundaq chiqish qilishni shularning tarbiyasini aldım, amaliy darsini aldım. Bunun için nurgun bilimli varken biz hem de burun dige özümüz çıkıpla bir itot dige müşkül şey de değiş bil çıkıp. Bunun hem de nurgun gençki yerler varken kasbiy artistlar bilen billa itot oynaş jarayonida ularning yetaklishi bilen hem de fakat anladım desem o bo'lmaydi. Azroq men itot o'ynashda qandaq chiqish tushish deganlarni ashlardan oldim. Hamda lekin kasbiy nazariya jihatdan tarbiya ilib bakmagan, sistemli tarbiya ilib bakmagan. Shuni o'zi uchun bir darslikda aka shundaqmi? Amaliyotdan dars ilish fursat bo'lgandan xo'sh bo'ldim. Ashlar bilan bir yerda turib billa itot o'ynaganimdan o'sha kasbiy san'atchilarniki. Men o'ylab qolmayapman, shu balliq vaqtlaringiz yo'qda bo'lsa, chaliq bir xil kapsizg'u deyman siz. Cho'nglarning deyishicha, kichik vaqtimda bek kichik ekanman. Müşkülükli vatandaş deydi. Yine aytar üzücülü gündün gümüştak çoğunlap mı dedim. İşte bayram kaldım dedim. Öcep şulap dedim. Küçük vaktimde küçük bo'lgan ekan. Nimiz qo'shta cho'nglab ketilganda deb nim qilaman lekin cho'ngib ketilganmiz endi. Hozirmi men o'zimni kichik vaqtimda qanday desam kichikimda qo'saq amroqlikdan boshlab ekanman. Men kichikimda meni 5 yosh vaqtimda 6 yosh maktabga beribdi. Kichikimda bo'lmasa o'riq shunda shuay bolatimman. O bo'yam degan 1.90 nechi tugaman. Bunda qaraytim ballig'im. Ki жүгіріп кетіп бір туған тойчаға үшіп алған біләлла. Тарпымды түшікла мұдақ қосақлар түшіп. Болып кеттім азыр яны оңышып алдым. Үсәтіме яны бір келер жыллағыча аманчылық болса, бірді 84-ләге çıkып. Ya өткен бір балы созылыса, сән үсәтіке, күшік болсаң сән. Деп başladı, рас қарсам, мен рас кішікті адам дәл. Yoraz. Neçə yaş kiçik aka adadığınızda? Aşkılı bir neçə yaş fark qılıb. Ben sürüştürdüm ki adam degen dadısıdan küçük buldu ki artık. Dadam mı? Dadısıdan küçük emas mı? Bizde bu ersiyet yapar. Demek aka onda küçük vaxtınızda işte Ras küçüksünüz. Şunda başta. Bir oqutqa vaxtlarınızda aka bir tayğıkan bir ballar var. Şunda ballar bek oxuşdumaz sizde. Ya tayğımni to'liqlab turdi. Tayaqsız qo'ymaydi menen. Kapsiz bo'lgandikan, masalan, Bikadul apamma qiziqdi. Uyning ishchilariga ekirib, "Ma tuxumni o'ynaydigan bo'lsang, yanchiqinga selib, pachiqingni chiqib o'tdim" deb ko'z tutib qo'ydi. Ya bu qimma degan shu qiyg'inga ketib keldigina buni. Opam chiqib kelib tuxumni ishkini yanchiqib qo'ydilar. Taraq talad o'ynab kirgandan bu tuxumni chiqilib yiptik İstanbul'da taraq uy kiramdim. Opam qarsam mundala turdi. Uni ustiga dadammi opam qarishib berdi dedigina. Bizim ko'nglim bizimni tuygandek bo'ldi. Bu yerda tillaydi kunduzda shuni bilan kech tamoqni yeyib ol deb chiroyli qilib tamoqni yeyman. Kiyimini silib yata. Kiyimimni sap bo'lgandan keyin kiyigiz bu chaqlardi biz o'ylaydi. Kiyigiz. Kiyigizning ostida 2-3 shuping va ikkisining kiyimi shu. Top tayoqning ichida qalama qarab. Başında qıptısı mı? Qımma degen opam ko'z tutib qo'ydi qayeri yama çok ko'rsatmasa. Men olmayman da uni bir yerga tutsa. Ma tuxumni o'ynaydigan bo'lsang deb ko'z tutib qo'ydi. O'yinimi degini qaraganda, mushu o'ynasa yaxshi bo'ladigan o'xshaydi deydigan bir kichik foyda qilib chiroyli tayoqlarni yeytoq deydi. Odat qanday vaqtda tamoq yeysiz aka? Men odat tamoqni, tayoqnimi lasamay yeydim. Lasasan
Lasep yesang yama açık olur ekan tayoq deganni. Tamoqni men odatda asosiyatdan endi sizlar qanday men uqmayman. Qusoq ochgan vaqtlarni to'g'rilab turib yeyman. Qusoq ochmasa birim yegim kelmaydi. Ammo men men semiz vaqtimda borgo 20 tal samsini mashina qo'yib bir yegmagan bo'lsam. İlkmada yan çıktım gazarında çakamız var. Yebetime kiskilam 50 kilometre 20 tal samsini. Kim kısım tomak yediğim ben dokuyum baktım. Bir kadın çok içim tutuldu sım tomak yedim. Kusak diyorum muşumda olap gitti. Yani aç kusakını götürüp benim çıkıverdim talağa. Aka, odatda oshxonalar kirsangiz ya bunda bir satrashxonalar kirib qolsangiz kuldirib tiliqtirib qo'yasiz-ku deyman. Sizlar aka jiq uchirish fursatlar bo'lmadi-ku turmushda. Lekin men boshqalarni jiq anglab ketdim. Abaykam tiliqtirib qo'ydi lekin turmushdimi debchi. Odatda kim bilan uchrashsak, tonib bir odam kulib qaragandan keyin ya mel satrashxonaga oshxonaga kiraylik, birdan o'zimizni bilishcha, ig'zimizga kelgancha biz qiziqchilik qilib birden külür meyli şufizellerde bolsun. Yolda maşine edip Aşlarını küldürüp adam degenin keyfiyatı günde okşaş olmaydı. İnsan yaşaydikemiz hemme nesi koş, koşarlık, hapalık, yakşılık, yamanlık, hiç gündüz açık tattık degenge okşaşlar. Adamın keyfiyatı günde koşal. Günde milyoner. Daça mı da jüriverdiği iş yok. Keyfiyat degen tanışılıp geliyordu. Bu bütün günde bunda baklık bulap gelse tanışılıp dikende bir gün mahapılık hem de aşında bir adamla sal işçi puşuğluk ailenin işçiden bazı o bu taraftarlık balının işçideyimiz aile er çoğunlarının anda bir bolgan çağında biraz kez gap kılıp küldüresen adam vanga külüp koşu vagandaki aylık hapılıktan bulu diken çok kisel ki anlaşlığa qaraganda zaman ben kesbi jihatda mening to'g'ri deb turib olmayman. Agar mening xato bo'lsa taqtiqqa gap qildik adamda men jiqlarda anladım bu gapni. Saqmış xo'shallik kayfiyat adamga yaxshi saqlamlik ato qildi. Shunga bir odamniki masalan hapa o'tirib o'tagandaki bu kesel bo'ladigan hücayirlar ishagili bor ekan da mishiga. Yemesin men kesellik. Ammo mayaqda bir kudib xo'shal bo'lib kelsak, qapolatgan hücayirli, ma qo'shilatgan hücayirli berib yepla, yo'qliqda bir kayfiyatimda bir xo'shal qilib qo'ygan ma'amda dehqonchi turish hamda. Shunaqqa Adem emdelik bir kapılık olsa mengüyle bu kapılık ile bitip gitmiyor. Hamını külümez. Ya bugün olmasa etiş külümez. Şunlaşka keyfiyat ya andamış turmuşta anda umutsuzluk her kılışlar duş gelgen vaktimizde kelgüsü de kelirgen hoşallıkımızın toktama berbi bunda mengüm domu bitip gitmeyme. Aman bir gün külüme mağam nayti yakşı hoşallık küllek kelido. Dep madak tanışıp mağalısak kapılı olapmış şülerli boldu desek özümüzün tügeçtiri oldu kendimiz. Ben üzemle müda cürü man mada cüsem men ton kapak deydi çıkadamla mında dişide işçimde fıkmaydı da ulaşım kırıp çıkmagan diken. Munda kapıkın turu alsa deydi. Ben mujunda men meyad mında nesi yoksa şu mujunda cürüp meyak işki talma sızak peyda olup oldu. Digen koksa şunu olan başkını küldürürken mi üzemlemiş küldemeyimi de bu üzemle eynek karab küldürüp telik durup koyuyor. Hazır üzemnin çoğulamını üzem açırgan üzem bile üzem paranlışı oturup getirdi. Bilişimçe akamışım bazen materyallarını görüşümçe küldürgü çolpalları, küldürgü artistleri turmuşda bek kızıkçı bombaydı kenço asas cihatın. Ekranda kaldıkken de başkalarını hoşal kıgan bilen lekin ailede unda bek emeske muşnun kanda qaraysiz. Ben aildim ballarım uydakiler bilen mi? Keyfiyatım 18 cihatım kızıkçılık kılma, küldürme ulanı. Uydakiler bilen mi? Bir uyda yaşagandeken o bunda ma'lum masala to'g'riliq mana vaqirishib qolgan avval bo'lib qoldi bu normal ish-ku bu. Varang churung bo'lganini bakmi ko'nglimiz kelib ketmasak bo'ladi er ayollar-ku. Bu normal ish ham bir uyda uni tanishib buni balkim ya aning kayfiyati nacharlik qarish tarafdan ya o'zining kayfiyatining nacharlik sifatida sal ovoz qattiq chiqib ketgandan qarish taraf egri kelib u birinde juqetim oyda vaqirishib qoldim uydagilar bilan. Vaqirishib kelib uydagilar nima deydi? Siz kalıdın toluk yetip boğay edem, taladan çumuş taktık söz geçki çalma vatsız dedi. Konuşup da gelmenin paydası var. Birine degen dedi. Onu kendimiz taksiladı mı, yolladı mı kızıkçılık kılsa degen gibi kapta bir gep edip berek. Hem de kızıkçılık kılma kersem amal bolsa küldürüp koyuşunu oylayman da. Burun 2008'den burun kar taksilağı çıkmış. Köyge yaman mı, küngem mi degen gibi bir ben cevabını berip öteye. Künge yamanken.
Köygen qaraganda. 2008'den burun qar taksilarga chiqsam, normal hamda ularniki, mesela taksilarga chiqsam, meni apirib qo'ydi, men uchun mulozimat qildi, men ularning tegish haqini berishim kerak bu. Normal ishqo. 2008'den keyin shu televiziyada taqib qilib chiqib u bo'lgan bicha taksilarga chiqsam, xo'sh ular pullarni, voy, sizdan pul olsak qanday, voy, olmasam bo'lmaydi, sen turmush va desam, voy, sizda olsak, siz bizni kundirsiz, amav degan ekan, og'ini unmagan ekan, olmaydigan sen tunab qoldi ekan degine. Tunab qilib, ba'zini olsa sen ko'nglan keldi qaba. Do qarab qo'ysa. Ba'zi ashtaq. Aql ishlatib bir muncha qiziq gap to'qirib qoldi. Taksiga chiqaman. Ama toniydi onun ko'zi. Nega deydi. Palanchiyaga. Yo'lda bir yig'iz gap qilmayman o'zi. Kelganki men bir yig'iz bir qiziqchilikdan quruq qoldim deb jimni o'tirib uni maqsadini bilaman. Kelgandiki qancha 15 koy dedi. 15 koyni bergandiki ilib yanchiqqa silib o'tib. To'g'ri. Her qiladigan neli qalqas shu qadar. Lekin bu ras aka, bu ras, bu ameliyat. Kunga yomon ameliyatdan bu qiziqchilik gaplar. Albatta har qanday odamlarniki u mulozimat qilgandan cho'qim ularni Elishib tegishga. Ba'zi o'zimdagi qalbimdagi ba'zi bo'lgan ko'ngan bilan kuyganniki oraliqdagi ba'zi ishlarni dappagim kelib qoldi bu program orqali. Rahmat aka, rahmat. Men his qildim aka, mana bu yumor so'zlab bizni kuldiryapsiz-ku. Attiga his qilgan bo'lsanglar, chiroy qarsanglar, qapoq turyapti-da, biz kulyapmiz-ku. Qapoq tuzuk echilib boqmadi, 2 qitim yo 3 qitim kuldi. Biz faqat kulib boqmadi-ku. To'ng qapoq ekansiz aka. Qapoqni budayiga bir qapoq bo'lyapti. Uyda. Uni ilib olay desam, zanglik qilmasin dedim o'zda qilib. Ijara pul turgan qapoq. Vallahi ichilig'i qilib. Deyadi, ishimiz yo'q. Sonra kapakını koyup, biz kapakını bile gülüyorey. Dedim, öydeki kapakın su mağını buldu. Her su yapıyor, çiçek mi bulduk? Sonra tuz kapak, bir şeyden yamallık koyup koysak görüyor musun? İşlersek et çıkımız acında kapak. Mandar desem, lakımı kapakının köğünü kepki turgan. Rahmat aka, rahmat. Hamda aka, hammaylar abay sizmi dedingiz-ku, ko'chalarda u bular ko'ra qasimi taqtuqqu deb biladi-ku aka sizni. Ashta siz ko'nglingiz kelamdi? Yo'q, ko'nglim kelmaydi endi. Nimishqa deganda? Burun kelamdi. Bu bir laqam bo'lib qoldi, masalan, marka. Abayli desa, balkim bildiganlar bildi. Boshqa abaylar borda, masalan. Meni hamda ismim Masabi billah. Abay deganga o'zgarib ketdi-ku hamda. Taqtuqqa desa, darhol biladi-ku. Hamda men o'zim shu taqtuqqini so'zlab chiqqan bo'lgandiki, uni ko'nglim bir qitim manda bir ta'sirlik bir ish bo'ldi Qashqarda. Bir qancha og'inlarim bilan Qashqarniki ma yetkani qishib ko'chada ketib qolsam, bir cho'ngroq bir odam 10 yoshlar atrofidagi qizini motorni keyni kelib etak ketib ketgan. Biz 3-4 yil parangiz bundoq ketib bordik, oyoqda etak berib, qiz, "Dada, abay taqtuqa" dedi-da meni ko'rib qizi. Ya odam o'tib ketib, bir chog'da pop qarasam, yo'q odam qizni turib. "Hopimman, ma qizim." Bilmem şunda sizni toqtuqu deb nimqadab qarsam el qadam chin ko'nglidan hamda sizni menda toqtuqu deb baqirib qoldi bu kichiklik qilib qoldi amav degan voy ishim bo'lmaycham ko'nglingizgami onda dis bo'lmaydi dedi voy bo'laverdi men shu boshqa men deb abay normal demaydi qo'y hech qanday yerda abay normal abay tut ko'zli bilmaydi adam aq ko'ngilligida masalan sizni tonimaydigan o'xshaydi o'da ya dadisi toniydi tonigan bilan hamda qizini anda bevositlam abay taqtuqa dada deb meni qishib turib deganiga odam qilgandek anlik odamni kimda qilgandek anglab qoldi bir xil bulab qolgandim deganda odam tushuntirib qo'ydi bu chataq yo'q aka yaxshi ko'rgani bu bolalarni kimda yaxshi ko'rib ashundaq deganiga biz qo'sh bo'lamiz taqtuqa deb tonigan degan bizga abay deganga o'xshash men dedim-ku uyon qo'yib qoldim dedim-ku 2000 dak adam bor yezda 2 mashinani bapirgan mashinani to'chini manda ekab qo'yib ketdi. U yerda sahna bo'lmagandan ashuni to'pirlik mush taqtuquni so'zlab qoldim bir yerda. Bir odam kulgan bo'lsa iliq yerda taqtuqa. Bu qarsam so'zlayapman. Bir odam bu chiroyin nima qilib qo'ymadi. Uning texim uduq kelsandan datchi men odamni oldi uduq qilib rosa taqtuqlab ketib ketdi. Meni deyishdi. Gaplaring kelmay bir xil.
Kotakta şu bir adam güldürmeye dep çıkıp külmeye kalsa hem de ondan çıkıp uçurayımız dep bir kıl. Bir neçe ağırıp gittim hemen şu. Mijazım yok olup özgürgende. Rahmat aka, rahmat. Küçük vaqtlaringizga orzuyingizmi taqtuq olishmi? Başqa şirek bir orzuyingiz bormi? Men kichikimdagi orzuyim san'atchi bo'lish, naqsh etib, gitarlarni chelishni qo'y, kichik vaqtimda gitar deganni uqmaydim qo'y. Siqilib bir mustaq san'atchi yoki mayli usulchilikqa, usulchi bo'lib undaq bolalarni tanlab biz vaqtimizda maktabda boshlang'ich tilda bolalarni san'at maktab bevos tanlab ketirgan ishlayapti. Uniga men darajadan tashqi kelishgan bo'lgandan keyin da yan tarafdan qarab bo'lmaydi ekan. Dedi aşında ötep bir usulchi bo'lamdim ya birinin bo'lsa, san'atchi bo'lsam deydigan xiyol qilardim. Bu taqtuqa degan ideyim yo'q. Keyin hamda men cho'ng'ilish jarayonida mush aqlim kelib, ash tog'am oldida o'ynab cho'ng bo'lgandan keyin ashta taqtuq gap qilsa, men bak qiziq tuyulib, kulib, teliqib qolaman-da bu gapni. Endi men ideyimni paydo. Bu ajoyib qiziq gaplar bo'lsa, bu nimish boshqaning diqqat qo'zg'amaydi deb to'g'rab so'zlaydigan bo'ldim tag'am. Ash gapni ish qilib so'rinda bo'lsinmi, saboqdishim bo'lsinmi, u yerda taqtuq deb uzun dedim bu gapni men. Uzun vaqt tuyuqsizlamada chiqib qolmadi bu ish. Uzun vaqt degandek vaqt soati shu 2003-yili men Toshmamat Boturninki naqsh kechiligida G'uljida Isam kamlar bilan bir chiqib butun chaqchaqchilar tudaqin butun G'uljidagi dangliq chaqchaqchilar bor. Mayli taqtuqiga qilib Isam kam ebeyga 0 berilsin deb bir 0dan bizni bergan. Uçaqda lekin yana televiziya stansiyasiniki Qurbaylik san'at kechiligidek to'liq qilib uyda o'tirib ham bunda tarimiganlik ko'rgan bilan 2008da raql taqib ketdi. Shuni bilan taqtuqa degan nomga erishib, men uning oldidan boshqa ishlarni qilib yurganman yani. Men boshqa ishlarni qilib ancha-muncha Urumchida oilani beqish kerakda kelgandik ekan bu yerda. Uyni ijorasini to'lash kerak, uni qilish kerak, buni qilish kerak. Kelgandan shu misha tirishib, misha tijoratchi bolalarni keyindan birga yurib lekin maoshini tashamay. Ayda qilib yurib, shuni bilan fursati kelgan vaqtida uni kendi mada bo'lib, ana kendi. Hozir o'zim yaxshi ko'radigan kasbda hozir. Mushu ishga ham azroq yetishyapmiz ham deb. Rahmat. Unda bo'lsa aka, mushu program juda qaranga qo'qotima. Bu yo'lchilaringiz qanday paydo bo'lgan? Yo'lchini men mush nimadan olib Washington tushirib olaman. Aslında üzerinde seyirci kılığını çıkıyor. Gap tipagil bombayda aka faqatlama. Unda bo'lsa aka yaqindan yaqin shu ishlar bilan yuryapsiz-ku? Ha, ishlar bilan. Shu ishlar bilan shug'ullanasiz, lekin bundan keyin yangiliklar bor-ku aka. To'xtab qolmaysiz-ku? To'xtamay, tirishimiz ham. Yaqinda texnika aka loy degan naqshangiz bek ta'sir qilib ketgan menga. Bu endi nimish bunday naqshlarni ijod qilmay deganda o'rganishga qulaylik. Ba'zida la deganda uni oldiga bir ismni qo'yib bir naqsh bo'ldi ekan. Nurg'un lay to'sa bizda. Har xil laylarning turlari ko'p. Eli it bersak kaç naqshni ya? Hozir it beramiz ya. Bir anglamdik ya. Kaç naqshni ya bir anglaylik ya. Bir anglaylik aka. Manda qilaylik. It bo'lgan naqshni etmayla. Men bilgan etmig'inidan birini etib beraman. Ya, hisob qildik. Hisob qildik. Xudo men uyda jubo qilib, o'ltasam, uyda jubo qilayotganimni bildimmiz. Nadi deb so'ralaverdi. Nadi deb urdi. Uy bilan talaning farqi bo'ladi-ku. Uydagi ishxonadek bo'ladi-ku. Gap savod dedi-da. Masualinglarga men bunda oddiy javob bersam, hamma oddiy bo'lib qoladi ekan. Shunga mushuni bir naqshi bilan muzikasi bor burundan. So'zini bir sap turib, mushilligi bir nadilikimni deb beray deb menda bir naqshi etdim. Tekst shunday yaxshi. İçide, içide, beynin içide, 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 beynin içide.
içide gelsin dedi. Çünkü Musta cevap verdim. Bu mu köngül tuz nakşa? Öy işte degan bilan uyni uchun nurg'un ish bor deb. Unda narsalarni aytib qo'yman, ancha-muncha qiziqchilik qilib, faqat kulsin deb maqsad kuldirish endi birdan bir qo'sh. Bo'lamdi ekan, mana shuni menda esam. Bu teksti bo'libmi bek ta'sir qildi ham. Bo'lmasa kechirish bo'ladi. Ma'noliq yaxshi. Köngül tuz ham ana shuni. Biz ham birini angladik aka. Qiziqchilik qilib aytdik ana shuni. Normal bizniki Sherzat maytaqdik. Sherzat ishlagan muhabbatim sen degan bir naqshi bor. Abduvali bilan Bilgina Mollamat aytib chiqdi-ku, uning oldida Sherzat aytgan. Shu naqshini men bir aytib beray. Qurbatimning yetishicha yaptirib olishinglarni Dildin söygen yarımga soğa kıldım akşamni Zep mu güzel muhabbetlik kulun aylık akşamlik Dildin söygen yarımga soğa kıldım akşamlik Zep mu güzel muhabbetlik kulun aylık akşamlik Ayrılmayız ikimiz Mengü mengü görüştümiz Söygü ızharda kalbimiz Şu bozulmaz verdimiz Muhabbet sen, muhabbet sen Muhabbet sen, muhabbetim sen Muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbetim sen. Rahmat. Mushu programmaniki muqim so'rilgan 8 savolga o'tib ketdim. Rasululloh bilan muqimroq ya. Asal egizpas, boshlikcha hamda shaxsiy hissiyotim meniki. Meningga lekin taqtuqqa javob berishga bo'lmaydi. Yo'q, men o'zim qarab javob beray bekmi. Undan başladım aka. Siz bu yil qancha yosh? Rast gap qilamanmi? Rastlam taqtuqqa deyishga bo'lmaydi. 74-yili 2-oyning 2-kuni tug'ilib ekanman. Rasmoy aka chaqchaqma. 74-yil degan geometrcha hisoblaganda 73-yilning keyinda keldigan. Buni bilan yil o'rilsa 48 ga kiraman. O 50 ga yiqilish qoldingiz. Usta 50 emas, aşağıqım yiqilishib ketibmiz. Aytınız salamat olsun aka, aytınız salamat olsun. Kengsiga teketim aka. Ailangiz to'g'riliq so'zlab berang, qancha balangiz bor, masalan, qancha ayolingiz bor? Meni jiqma ayolim yo'q. Kichkina ayol qisat yaxshi bo'lmagandan jiq ayol ololmagan. Hem de çünkü gap kelsak, men de Feytamning ayolining qiziga qo'nishib beryaptini. 20 yil oldu. İsmi nima? Güerbanım. 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 2 qizim bor. Qancha ish kirdi dedim. Davasan bunu. Men ozdim tugashdim hozir. Cho'ng qizim bir yil oliy maktabga, Jo'jan Shifandashoga 9-sınıfga olib qo'yib kelimi. Kichiki bir yil Junko imtihon berdi. Endi shu savolmi yaxshi bo'ldi, endi men oxirini bir tushirib o'tay. Asosiy men endi sirtda, ayolim uyda. Asos jihatdan bolalarniki hozirgi kelguncha cho'ng bo'lish, tarbiyalash har qaysi jihatdan uyda mushundaq bir xotirjam keltirib bergan bo'g'ishqa bizmi sirtda nihoyat xotirjam holatda o'zimizniki mushu kasbimizni rivojlantirishga tirishib ketib boramizda. Shu mush fursatda Qayntamning ayolining qiziga, qizlarga, uning keyindan mush biz beqib cho'ng qilgan dadamga, opam tugab ketdi. Hammasiga mush fursatda mustaq tarbiyalab, mustaq cho'ng qilganiga chin ko'nglimdan mushu fursatda rahmatimni aytib olaman. Bundan keyin yana konuşup bermayman. Rahmat.
Lekin bek tugesh turatdingiz Juma aka. Amdi ta'sirindag'a kelgan o'xshaydi deb bir xil yuraklar val bo'silam keyindan bir narsa chiqadi-ku bu gapning. Turib bir saqib qolib. Normallashib qolaman, yana turib ketib qolaman. Unda bo'lsa, mushu sanlarda aka itot o'ynayotgan vaqtlarda bunda bir qiziqarli bir ishlar bo'lib baqqanmi? Bo'lgan. Ashdan biran deb bering, ha, bir kulayli. Buni deb beray. Ha. Biz ma Qashqarda may qilib o'yin qo'yib o'tib, xamirni o'ynatdik. Bu chaqda aniq Parat Isroil bormi? Parat Baji, Podshoh men xamir. Leoyon Anvar yasin. O'rindiqda biz kelishki tarafda Parat mush o'rindiqda o'tirdi. Ha. Leoyon qani yumur so'zilsizlar. Da'vat atdi, manda to'pidik yiliq bir chiroq bakdek shetlik etildi. Po! Hadi itilib ketgan. Parat mush o'rindiq bilan molliq etib. Bizim qo'rqib ketdik amma, qo'rqgan bilan unda molliq etib jumi to'xtab o'rniqda. Pes chiqilmi? Kulyapti, bizmi? Kulyapmiz. Naq maydon jumami? Yo'qdek qo'ysam mikrofonni. O'qish vashu yulab o'rindiq o'tirib, qo'rqmag'aylar. Sen ha yo'q, yana bir yumruq so'zilsa, yana bir pozitivlik ketmasa bo'lmasa deb oxirini o'ynab etdi. Naq maydonlar keksin. O'ynab etib, keyindan Anvar akim naqsh etdi, chiqib, ay, guva degichi to'xtamadi qoldi. Keyin ay guva etas oldi. Ya yaman kulgan qo'cham. Rahmat aka, rahmat. Rahmat aka, unda keyingisiga o'tdimmi? Ha, o'tdi. O'xshash kasblar ichida sizning qo'shingiz yo'q, artistlar bormi? Qo'sham yo'q. Sizlar o'xshash kasbga odammi yo'q-ku deyman, taqutqular. Taqutqulardi menda o'xshash kasbga odam desam, meni tog'am men tog'amga umroq. Hammasini o'zimda cho'ng bilaman. Har qanday odamni bu tarafdan men aniq men o'zimga kapalat qilmayman. O san'atchi bo'lsa yoki san'atchi bo'lmasin. Menim o'zingizdan cho'ng bilamsiz. Albatta cho'ng yishimni emas. Yashamas, hurmat qilaman deb. Nima deganda sizlar mayli yosh bo'lgan ekan, har qanday bir odamni sal chaqlamaslik kerak-ku. Mayli u yaxshi chapanning ichida bo'lsin, mayli u eski chapanning ichida bo'lsin, uni o'saqdagi bilimlarni biz bilmaymiz tunji ko'rgan vaqtida. Shunlashqa boshqalarni aldirab diagnoz qo'ysa ko'maydi. Diagnoz qo'yib, yoki men anda kesib, o'zimdan cho'ng ko'rib hurmatini qilaman. Shu gapimga kapolatlik ham qila olmayman men hozirga. Oiladagi chog'larda uy ishlarini qilamsiz, tomoq yetishni bilamsiz. Tomoq italayman, meniki meni bek yaxshi so'rdingiz. Meniki eng yaxshi ko'rib italaydigan tomoqlarimdan qaynoq suvni dehshat pek yapmayman. Men qaynatgan qaynoq suvning ta'mi qo'shinlab yuy, qaynoq suyingizdan deb kirib ketadi. Uning kendim tuxumni, men pishirgan tuxumni asosan pishirdi. Biroz mush tomoqlarga men usta. Uydagilar bo'lmasam o'zim qaynoq suvni qaynatib, tuxumni silib, pishirib, yeylaverman men. Bu hamda indaymiz, kombiyamellerini o'zim o'z oldimga chilab pishib ketaman. Birsini aralashtirmayman. Bunda ta'mli qiladi deb. Ha, vaqtida shu o'yda men tomoq etish turishdi yo'q. Qirqatlarni menga yuvib qo'yamiz aka. Endi qirqatni shiji juyda asosan. Men burun 89 dan tortib 2001-yilgacha yotoq turmushi bo'lganlik uchun kirni yuvishga usta bo'lib ketganmiz. Men masalan, mush kirlarning ichida nimani yuvishga eng ustadsiz, bolalarimning cho'qaylarini yuvishga dehshat usta. Endi uydagilar usta dedi, "Bek nim qilib yutishdi?" Ya aldab ashta yo'g'izam. Hech vaqtda sizni cho'qayni. Degandikka adamlarga bo'ldi, cho'qayni men qo'yib qo'ygan juma. Men cho'qayni hech qachon tegma. Deb o'zim 810 cho'qayni tuzilib, men yuyib ketdim. Yaxshi yuydi ekansiz deb bolalarim, "Ya ashta" deb qiziqtirib yo'g'izamdi u. Men qilib yuyib beraman cho'qaylarni. Qolgan nimalarni asosan shu. Ya'ni shu qayntamning ayollar. Ay, rahmat aka. Boshdan oxiri kulka taqib ketdi. Unda men keyiniga o'ta ketdim aka. Pek ig'irg'u. 8-savol ne vaqt tugatdi, keyin o'zi kechib qilyapti. Mush fursatda, mush munosabatda sizni yaxshi ko'rmaydigan kishilarga nima bilan degangiz bor? Bu gap savol yaman esil savol bo'ldi-ku. Yashaydi ekanmiz, hayot bo'ldi ekanmiz. Hamma odamningki bizni yaxshi ko'rib ketish natayinki. Uningdan xafa bo'lmasligimiz kerak. Uning yaxshi ko'rmas huquqi bor. Bu yaxshi yoqtirmasa bo'laverdi. Yoqtirdiganlar uchun xizmatni qilaveramiz. U vaqt soat kelganda, yoshlar bir yak vaqtida yoqtirdigan bo'lib qolar. Shu vaqtgacha biz ham o'zimizniki yo'limizda menaveramiz. Ajab mo yoqtirmaydi ekan meni
deb o bir yoqtirmay bizni qishimizga sen yoqtirmaymiz demagan ekan ashta bog'ini yaxshi-ku bu yoqtirmaydigan odamlarga yiqish uchun tirishib ketimiz-ku hamda lekin cho'qim hamma odamga yaxshi ulab ketaman deb bu mumkin emas ekan bu dunyoda shunlashqa yaxshi ko'rmaydiganlarniki deydigan gapim manmi unchalik eski bola emas taqtiqiga qilgan bilan yaxshi ko'rib qo'ysanglar men bundandı. En ahırkısı nimadu aka sizce? Burun köygen bulsanız bilisiz. Ahırkısı itotmiki. Nakşı aka. Tayarlıksız haleti itot oynayış. Aşı şunda peyz olatıdı. Tayarlıksız halette misal gelip mislak meydanda okşamaydı. Ben yana bir şey mi dedim bu sizlerine okşamaydı. Lekin nay tabii şunda peyze. Hakkınki alkışıga erişip kaçtı. Şunlaşka aşını bir göreyim, ben bir göreyim. Konu öz anlaşmayla. Ben mi arayacağım da? Şalban geldi. Dördüncü bimar ha? Hadi avalınız yakşı mı? Oy! Yakşı mı? Kila? Oturan. Oynatam istersin. Yok, maç işindeyim ama bir bimarından maç çıkıp kaptık ya ama kanda kısak bu müstekemleyimiz de ma tədqiqatı ma model ma o rastçımız bu. Mete rast çişmekten bir şey salırgan için tayarlap koydum. Yok model bu. Siz nemi kesel? Ben şu ornumda iştik tuğsam ornumdan osta tuğan qırğın iştik turup getim ha. Onun kendinden 3 ay sen igilgen mikin dep üzemdin guman qılıma qaraq. Birerim go ağırmaydı. Ağırmızı men bir çoqun bir göründü bitiş gerekken şimdi bir müstaq doktorlar tekşirip tuğsa kaçan putsunudu negi jıqılımız maşını kaçan sokuvalımız hem CT'den çıkıdı ekan go hazır. Ya hazır mı ornunuzda iştik durduğanın sebebi hazır közdeki mesele şu bu. Közde ma tumurdiri bir-birsigimde çaplaşıp kaldığımda bir ahvallar bolsa şu iştik tuğa vaqtda şu astida turulup açtan nemi kaldı şu. Üçüncüden igilip qalğını bu börekning meselesi bu. Odatimiz börekte mesele görülse üçeysel igi Mujunda bu qaldı şu. Onu kendim göğsüysem kulaklarımdan fıçı var o. Fıçı ya. Kuyruk değil. Zın fıçı da qaraq. Bu nimden şidemde? Tonladın. Göğüs yesem dediniz mi? Göğüs yesi bu kulak. Ya hata. Sevzisi midrad bu ya. Ondan sonra poloniki işken. Polonu işken bu. Sevzi arılışma. Polonu işken. Görüp sonra aşında dedi. Bu normal ahval bu. Abay degendek sizde şu. Aşı 3'te 2'sili bilen ilak orunda test duruş kesilden baş kesel yokken sizde. Ma keselemez bu. Onu kendi yani bir yaşmış geçti kulağa vaktimde. Fakat gözümü içip kulayamadım falan. Yumlusam fakat. Bu nimden şidemde. Fakat yumamayız şunda ama. Yok gözümü bir de uçuk halette kulağım bak örekler tat gözümü uçuk kılıp durumda tat. Gözüm oğa halette fakat kulayamaydı iken bakaran. Çokum gözümü yumgan diken de uxlayma. Çeçenizi azırak kaltıqıp yastıversiniz sakıydı bu ahvallar. Bana majda digende bizden çeçenizdeki aşı nemisini sel madarak yastıversiniz. Çaştık mesele şu. Bu mu iğir kesel emez? Hazır sizde iğir keselden şu men degendek 3'e 2'sile orunda test duruş kesile şu işkisi var ki. Şu onu hem de aşında kanda kıysak hem de bir yerde. Bir yerde bizden bir doğrumuz var. Mana li degen doğrumuz gördünüz mü? Ma doğrumuz da. Mana ma bu mu? Ama boldu. Ammam ses. Ya aşağı boldu. Pul kaldığı vaktimde bırakılıp görey. Men demekçi hem mal kolunuzu qap körsünüz kızıqıp degandek şu munda işlab bulamiki degende bu hem de orunda ders turg'izadigan mashunda bir doğru ma. Ma ko'zni payda qildi bu ko'zguchi. Bu 3J'ni ilaqa igil qolgan dedingiz emasmi? Börekning masalasida. O börekning bir ayrim doğrumuz var. O böreknikini vahşi şaş ilaqa vahşi peyz qilib börek degancha börekteklar ushta turdigan. İşte qarşı börekteklar bunda. Mushta andiki 3J'dan tuz mushta bo'ladi. Tüp tuz ulab kelsa ma bo'lmaydi, ushta tüp. Şaka. Bizimle chiqib qolamiz emasmi? Uçaqsan xatarli. Qarang, siz doktormi, men doktorman. Net siz doktor hem de dayatman. Deginim, shu tuz olsa menda ta'mirib qolmaysiz demoqchi hamda. Ma 3 ay bek igiklarninki menda ancha-muncha uya bu yerga go'sht qo'nib, mendo bo'lib qoldi, mendo chiqib chiqib, qo'shingaklar chiqib. Tuz yaxshi deyman.
Agar buningga rozi bo'lmayman desangiz, bizda chet eldan alayda bir taklif qilgan bir doktorimiz bor. Ash ko'rpasilda, menga taz qayil olmagan bo'lsangiz. Sizga bu qayil bo'ldim, hamda o'liq chet eldan, hamda qandaq doktor, hamda o'zi. Ya, hamda men bo'lmadimmi? Yo'q, bo'lmadi deganlik emas u. Shunda yaxshinim qilyapsizgo. Şey egilganlikni börekdan nim qildi dedingiz. Ma'qul dedim. To'g'ri-da? To'g'ri. Uni cho'shni börek bilan munosabat edingiz. Xatomiki deydi. To'g'ri topqandimi? To'g'ri mana bu cho'shdak shunaq narsa dedi. Sizdami to'g'ri hamda mayli, cho'g'roq doktor bo'lsa, yana ko'rinib baqsang, ko'zib baqing desa. Unda ma'qul. Xo'pda avval unda chet eldan keltirilgan bizdan Jackson doktorini ko'rib yiqqan. Qanday ko'rdi? Anki ikkimizni bir silishtirib yiqqan juma. Bulamda? Ha, ma'qul. Lekin shofis qimmatroq doktorniki chiq pul akaganmi ya? Ba, meni hamkorlik davolash ana kendimni naq pulmi bor? Naq pul bormi? Naq pul kerak bizga. Meni Jaysha Ilxon 170 na chiqdi. Hey, Jackson doctor. Hey, Jason doctor. Hello. How are you? I'm fine, thank you. And you? Thank you. Hello. Just very well here. Yes, yeah. It's very My name is Habibullah. Sorry, there. Yes. Yaxshimisiz da'vatida. Ha, yaxshi. Hello. Yaxshimisiz da'vatida. This is Karbar Bimar. Bu bizning bemorimizmi deydi. Ha, my name is Habibullah. Your name is Habibullah. Habibullah, yes, you're very good, huh? Bek yaxshi dedi. Masimni. Shuykan. Esme karmasi kolmasin kulkosi. Sizning tishlaringiz sal qorib turdi. Bu sizda ig'ir kasal bor o'xshaydi dedi. Yo'q, menda unda ig'ir kasal yo'q. Bakla. Bu yoq doktormi yo edam qo'rqatgan kirib mushtaq kirganlarni chiqarib yutadigan qildi. Menga doktor deyman, chetdan kelgan. Habibullah is your cost börek. Sizning buyrugingizni masal chiqdimi deydi. Chirangiz qarab bilib olgan o'xshaydi-chi. Yo'q, men uchay egilgan. This first of Jay. Jay is very serious mas, qarşı Jay is serious. Uchingiz bak agri bugirmi yoki tüp tuzdimi deydi. Şu sel egilgan yeri var, bir egilgan. Sen tourist bagan. This is a börek. Börek. Jay is börek. Bu şey degan börek şu o'xshash deydi. Senin börek dedi bu hozir. O'xshash deydi. Liq nurg'a atalg'uli bor emasmi? Mushu. Senin o'zi börek ekanda, maqsad börekni ayrim bir narsa o'xshaydi deydi. Börek is Qozaq dachin. Dachin degan narsani mush börek paydo qildi deydi. Pil degan ma'nosini ko'rib baqqanmi? Odam giyoh. This is business. Adam giyoh ursa. Dapanchi soladigan narsalar bu. Just break. Dapanchi trade. Is it chicken? Chicken is odam o'xshash. Nima o'xshash? Dapanchi qo'yingda degan. Ma iliqinda chicken soladigan narsalar bo'lsa bu savdo ishlaydi. Dapanchini kirgizish uchun salaman shundami? Ma odamga shu tam kirgizish uchun azar. Yes. Men unchalik lozimlab ketmagan bo'lsam tam kirgizish. Tadisi this price I go gone Jake will. No. This cross is Mrs. Börek and this is Miss Kaskos. Mavo börek degan narsa mush bir tal narsa emasmi? Payda qilsa men saqaytdim desa, ma do'rdamadlarni men tanishib olsam bo'ldi dedi. This piece is boshqa ag'riydigan yerlar bormi-ki? Mavo börekniki just cream bone dedi. Why? Cream bone degan narsa, bunda kichik tal degan narsa shu bu. Aşağı bunda luq qilamdi dedim yani. Oh my god. Tadisi işte vodu tiyanna. Bas ag'riydigan yer bormikan so'rab qildim. Ana kendim meniki mushu go'sh yesam qarang. Mishat bir tal chosh va qarang. O zimildab ag'rib ketdi mushu. Bunu chosh xeli barkan mushuni hatto o'zingizning qalbidagi yaxshi bir ko'rsatmalaringizni ko'ray deb keldim. Just cream and bone, just track bars. Yes, yellow is pass. Yellow sabar. Yellow is pass is Qozaq dachin. Is kos yansa yama. Men ya chichimdan qilib etmayman. Meniki ma bu chichangning rangiga ozroq o'xshaydi ekan, shuningga mush choshqa payda qilib qilish mumkinchilik bor deydi. Tasaddubiy degan gap bor. Tasaddubiy. Manda qilib etdim chichimdan malballikida. Is mana odatga odamlar bermaydi ma bu. Ma sizga very nice. Sizni bunda ekansa deydi. Adda nasin dedim.
Ben düşünçülük memesken de kalbinizde ma nesin depti. Verme nesin de. Tezke ma nese şunda yaxşıken. Ma qarang ma quyruğunu gördünüzmü? Ma yerdə üstüdəğən ama zimində üstüdəğən nəsil emas ma. Zimində üstüdəğən nə olmuş? Deniz düşsem de abi. Ya uşaqdan düşüdü. Ya yana tiginin çıxmayı demək çox biz həmdə. Yan yox oxşumaydı demək. Oxşumaydı. Eyes dedi. Your eyes are red. No. Közde közde. Çünkü közde problem yes. Mında dedi. Közüm qıpqızıl boğan bilen bilən bəlkə şey dedi. 5 tüven ne köz 5 tüven. Mında 5 oxşaydı dedi gözünüz. 5'ten tüven dedi. 5'ten tüven depti. 5'ten tüven. Kızıl köz dep koydu meni kögeller. Bunun amalı var. Siz croissant mağazı Mana mane sizge ölçep bədə man yişkim gübəmə yanjuma. yapırmak. Ma yopurmaqla, ma oxuasın, sizge bək qimmatli nəsin beribətdi, lekin heç qısı yox. Rəhmətdən. Thank you much. No perka. Rəhmət dedi. Kozak dachin is $5. Croissant mağazı $2. Qozaq dacın 5 koy dedi. Dollar. Mənke. Mən. Ankençi. Croissant mağazı $2. Xoasın mağazaya mında türgen nəçdə. 2 man. Özənken bu doğranlar. 2 man. Nimdə özən tatqançıl bunu. O sizge 100 vədə dacı qıldı ya. Qaçda. Nimdə özən doğru görüp baxmağa $2,000 dep. Bunu həmməsini mən istemeden. Yeah. İsmiz kom sokat. Monum ömrünü birivətdi sizge bütündən məsələ. Jiris koymayıb ziyan çıxmam da spora. Yes, Meni azraq min qılıvatçılan bir yada. Ben ömrümde nurgun doktorxanalığı bağan. Masıladek mandaq estaydil resmi tuluq boğan. Bilibapsızda. Qarab bilgünümüzde qarab. Bilibapsız qarang. Taşırışı nice, very good. So much. Very Yok. Şu aşındaki onun üstüge bak közeynekiniz mi? Kılganda takaydıgan közeynek mi bu? Kanda közeynek kılmıdan çıkılıp şunda yarışıktı. Başka çaş şunda kepti xudu özünüzün çiçidekli göründü ki. Tadisi şu. Ma bu çiçeğini çağ. Yani şmak demekte ama bizden sağlık kıvatıda değil mi? Ben maçasını keymek çıktısam ona maysara. Onu kendin sizin bimarlarını keyken çağda qo'rqitib qochirib yetadigan ishlatsek bo'g'idek bor. Tadisi this form of gosurjo say come on bimar bu. So beka. Yes, no. Dal ig'ir kasallikka ashadilla mangib qoladi-da bir yerlarga. Kanjekda. Yeah. Sizni shuni qilaydigan bola ekansiz. Qarang, chash, bosh, ko'zoynak. Sizdan o'xshamaydigan yeringiz, beshingiz mo'ringizning o'ttirishida ekan. Ma yangi sal elib etgan bo'lsa, texmi shu doktorlik yo'lingiz yaxshi chiqadi. Tushunyapsizmi gapimni? Uyg'urcha no purposes. Dağlap qalsam men bunday. Hammasiga nesh bilersiz? Buni hammasiga men pul bermayman. Qanday qildik deb men doktorxonaga kelsam, sizlar o'zinglarcha bir rasmiy doktorlardek total modelni chizib qo'yib to'yga beryapsizlar. Bu nimdegingiz emas, men bilaman. Men bag'im bo'lsa sizlarni bu yerga kelmayman. Bizning kasbiy cho'ng doktorxonalar bor. Birinchi doktorxona, ikkinchi doktorxona, uchinchi doktorxona, to'rtinchi, besh hamma kasbiy doktorxonalar borman. Shu sizlarni bir sinab boqay deb kirsam, taqtiqa bir doktorxonaga kelib qolgandek turman. Uningdan ya menda gap xato tushunish bo'lib qolgan o'xshaydi. Bizning bu Jackson doktor yaxshi ko'ngildan hammani beribsa, azam mandan sho'rpisi yo'q deb toza eran qilmayapsiz ha. Yag'in ko'ryapsiz menda dorilarni siz ha. Yag'in ko'rmadim. Sizning bu Jackson doktoringizning bu balaning ismi Jackson emas, Vali. Menda balaning ismi Vali bo'ladi-ku odatda. Ya bu yozsin. Qo'y. Mana dedim-ku, açaşma o'zining chichideklar. Ya o'zining chichi qarang, totib beray ha. Mana ko'zoynak qilib ko'ray. Çaş deganni mana. Mana yazın chiqib qo'yib ketadi. Siz ma çaşdan chiqib qirvaga adab kelsiz. Bu sizning chiqingiz emas. Anachka, hozir hamma odamlarning saviyasi o'sib ketdi. Qanday doktorxonaga berishni, qaysi doktorxonalarda davolanishni biladi. Sizlar bu ikki total biznesni ekiliblar
miyada modelini tizib qo'yganға biz unchalik kishinib ketadigan odamlardan emas. Çoğulaşkan bize bunda aldab, adamga payda qilmaydigan çöp, bunu berib adamga ahmoq qilmanglar. Ya bunda gap xushmas qilqapti. Bunda gap. Ya bunda gap xushmas qilqapti. Ma yaqinni yoq chechida qarg'ib bo'yotgan chetlagsam hech kim ishonmaydigan bu qilib, shu ma'na bo'lsin-da kelib, rasm ishontirilgan ya bu rost bu Jackson'ti bu. Jackson Çeçinizden seyrekli işçi tarafiga o'sgan sumamda beshingizni anchalik mudda tikasiz qilib ko'ramsiz. Beshingizni ichiga o'sib ketgandan keyin ishchi tarafga seyrekcha ko'rinmaydi, ba'zida qilla chiqib qoldi, shu budur qildirib o'tiring ishchini. Qara tushunmadi. Bu nima deyapti bu zot men bilamadim deydi. Ay ya Sincan tushunmaydi. Siz şu dadağınızdan ayağının balıcı, adamla akmak kılmayın. Şimdi başka bir işki sanı olan dike, maaşlı kımısan ben münasebetlik orunlarına dep, mandak aldamçı. Ya baba kışmaz kapkamısak ama. Bizdeki işil yakşı doktorlarınki, mandak şehirlik dak tek yüzüne mandak işte kılmalar. Ya otur. Kapım. Atla. Bombaydı desem işenmeyse hemen abi. Ya sen çandadın ve Uygurca kılıverip eve geçsen. Aram bir işendirey dep neyim kısam. Yok bir Uygurca kılıverip sarılıkta. Sözlükü baş tutsa beni. Anladım bu. Şimdi körvağınım aşırtılak hem de. Ya okumuşsam yakınmayı otlasın biz yabaken demeydi. Sen ben umuşabatım. Yaba doktor dep düşendürsen bulmam tabi çetellikti geçe. Zaten hem de. Dükkanın icaresi var tek ya. Daha pendini söylüyorsun. Ağana esirim madde bir mınçım yedin. Bana daha ben çıkına gidip yemez. Bana oldu atokun ötürü tamamlık diye var ya portal tokun. Bana cimicima çetellikte hem de. Rahmet akacıma. Ma ütotun bek peyz oldu lekin ha. Hem de bu tayyorliqsizlar dala chiqib o'ynagandir. Hem de qiziqchilikni asos qildik aka bunda. Qandaqdir mazmunlarni ifodalamadik. Bunda faqat lam ko'rmanlarning bir xo'shalligini deblam o'ynab qoldik og'zimizga nima ekan shuni joylab degandek shunday. Ko'rmanlarning ham kamchiliklar bo'lsa, to'g'ri tushunishini umid qilamiz. Unda bo'lsa programmamizningki keyingi bosqichga o'tib ketdik aka. 3 savol bor. Siz ta'tir javob beradigan. Savolni to'g'ri so'rayman, lekin siz ta'tir javob berishingiz kerak. Ma'qul. Unda bo'lsa, tayyorlik bitdi aka. Birinchisi, siz Şinjandagi eng qaltis kuldirgi artist hisoblanamsiz. Bo'shiya. Lekin bek kamtarlik qilyapsiz Juma aka. Voy, rost. Rahmat aka. Unda ikkinchisi, siz uxlaganda xo'rak tatamsiz. Ya faqat xo'rak tatmayman. Faqat tatmayman. Rahmat aka. Eng oxirgisi odatda kechida klublarga berib ko'ngil yetishni yaxshi ko'ramsiz. Ha, yaxshi ko'raman. Unda emas-ku? Yo, berib ancha muncha yaxshi ko'rmaydigansiz. Yo, yaxshi ko'rim. Klublardalam tursam men. Rahmat aka. Klubda ishim qanday uyda o'laman emasman. Rahmat aka, tugidi unda bo'lsa. Buning hammasi ham ta'turi javob-ku, ko'rmanlar biladi-ku aka. Endi qanday turib azroq olsin bir kayfiyatni ko'taraylik degan maqsad bilan biz o'rlashtirib qilgan savollarda bu. Rahmat aka, texmi qo'sh qilish uchun ko'rmanlarning shu o'yin o'ynaydigan bir bosqichga qadam tashrif qilmoqchi bo'lyapmiz aka. Bu o'yinni bilasizmi? Bilaman. Programmamizdan ijodiy o'yinlari. So'z tepish o'yini. Ashuni o'ynab boqamdiq aka. Ishonchingiz bormi? Turmasam umaydigan sizlar. Bak çok alaylıydı var. Fakat oturamayman bu müzik. Öydü mesela. Taş Mehmet. Taş Mehmet. Oğlamagan da. Yok. Fakat sayket. Bak anlap bakalım ben getiren sen. Kıyınrak. Oldu mu? Ha? Üç boğum. Kıyınrak. Üç kol. Kıyınrak. İsil taz. Kıyınrak. İliyar. Ya. Kıyınrak. İznar. Kıyınrak. Üç. Kıyınrak. Ha bolda tapamadım. Hasanrak. Hazancı? Bir azdıra ya. Asanrak.
Çırak çıkıp gitti deydiyse bu Qarama. Aha, san rak. Ne mi çırak? Asanrak. Hasta? Asanrak. Hastana? Azrak yıkılırsa. Asanrak. Hastanat. Azrak yıkılırsa. Asanrak. Hastanata. Bir. Anlanmaydık ya bana takat anlanmaydık ya. Çüçümel. Hı? Çüçümel. Kütümen. Çüçümel. Könümen. Çüçümel. Kütümen. Kütümen. O da kızım koyacağım. O da kızım. Çüçümel. Kütümen. Otümen. Çüçümel. Çüçümel. Utümen. Ya. Ki. O da kızım koyacağım. Taş yürek. Müzik toxtadı. Canında. Ha? O gipanla anım. Taş yürek degen gepler bu. Ot yürek. Ot yürek. Abi hem taş yürek degenini anlap kaldım ben. Ben şunu ona karşım ahir yürek dep bir şişkin tapa aldım mı? Nim diygendin onun aldı da. Kıyınıraq dedim. Çüçümel dedim. Geçiniş. Aslan. Tamam yok mu gepini? Men de tapam dedik. Hani Sizdeysiz bana. Başlayayım ha? Başlayayım mı? Karay. Okey. Üç boğum. Her şu ben takım. Ben özel yakalavatım ben bir yerde. Ben başlamadım. Argınal. Azatlık. Argınal. Asanlık. Argınal. Asasa. Argınal. Akira. Ne pensildik ne yaptın sorsa? Argınal. Oldu mu? Nimo? Argınal. Osmanlılar. Skilse. Hibabet. Çimpanze. Hibabet. Muhabbet. Muhabbet mi? Hibabet. Şihaba. Şihaba. Hibabet. Alamet. Alamet. Felaket. Salamet. Ver. Nim bu? Hibabet. İğiziniz qattilmas qilmaydi kamanıga. Ma uyuşuğa. İçilmaydı ki ağzınız. Limpay suresi. Nima iş qaysini topamadım mı? Hibabet. Söyümlük. Hey, mush qalbik baqa medirlama. Söyümlük. Momoda degan. Oksaydı. Söyümlük. Ushtum tut. Ushtum. Söyümlük. Üzüm yok. 5. Nima deyim? Tüt. Tüt. Üzüm yok. Ushtum tut. Hakimcan. Alimcan. Hakimcan. Adilcan. Hakimcan. Almayan. Hakimcan. Alimka. Hakimcan. Kasımcan. Hakimcan. Asımcan. Asımcan. Nima? Ver. Alimcan şu ha. Hakimcan. En ahırkı birisi. Mestane. 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 He bak. Tek seni David. Mestane mi? Akama fakat qamlaşmayı ki ama ağzınız. Konuşulağa yerlerim var demeyim onu. Rahmet aka rahmet. Kızıdık o. Yangi bağının təbriklər hamısı bizdən bu 2021-cilik Nalina sağlamlıq məhsulatları emas. 2010 qiymetidagi məhsulotlardan soğatlıq qilimiz qabul qilgaysiz aka. Rahmet. Naqmal. Endi shu naq maydon qadamdashtirib qolgan do'stlarimizdan balkim sizdan so'raydigan savollari bo'lishi mumkin. Mushlarga bir astoydil javob berishingizni umid qilaman. Bo'ladi. Marhamat. Ma bir tordash do'stimiz debdi. Abayka sizning mishchaqkagacha eng o'kinadigan ishingiz nima? Siz deb beralasizmi dedi. Eng o'kinadigan ishim endi kasbiy san'at maktablarida o'qiyanmaganlik o'kinishim bor. Bo'lsa rasmiy kasbiy o'qib, nazariya jihatdan bo'lsin, amaliyotni birlashtirib bunda o'ynagan bo'lsak, texnik yaxshi o'ynab ketdik. Deymiz, u chaqda unchalik taqtiqim bo'lib ketmas, bo'g'itim kasb qilgan bo'lsa. Hech o'qimaganlikdan bo'lib ketib qolgan taqtiq. Yana bir to'rdishimiz debdi. Aka, sizning bundan keyingi planlaringiz nima debdi. Planımız hazır
nima deganda kelgusida texim bir yaxshi bo'lgan shunday bir asarlarni ishlab xalqimizga bir suna olsak, xalqimizga bir xushallik ato qila olsak deydigan shunday planlar bor. Mushu planlarni amalga oshirish uchun to'xtamay tirishib ketib boramiz. Bayatdemiriz paranlaştık ama sahne kanı. Tunç kıtım görüşümce sizin müşkil. Burun tanımamdınız? Burun tanıyordum ki emin. 2018 yılı şu Qurbayat diyen sahneye çıktım dediniz mi? Şu vakitte tunç sahneye çıkan hissiyatınız kanarak mesela sahne 200'den artık adam bağı tunç sahneye çıkan vaktiniz hissiyatınız. 2008 yılı hem de tunç sahneye çıkan vaktimmi emas. Olculardan tatip sahnelerge çıkıvatkan. Lekin hem de ben 2008 yıllık en çoğun sahnem to'g'ri. Shu sahnaga chiqqan vaqtida men nihoyat hayajon ülkede. Onun üstüge 2008'de şu taqqutuqqa hamda boshqalarning diqqatini alaydi qo'zg'ab, men shu so'zlayotgan vaqtimda orliqda ham 2008 shuni ko'rib baqsanglar bilsizlar, bir qattiq bir chavak chiqib ketgan yeri bor. Mesela gapni to'xtatdim chavak. Bu chog'da bo'lmasa men bir ikki yig'izliq uyda ijara o'tirgan vaqtim ishadi. U mendagi u vaqtdagi bu chavakdagi hissiyatim eng cho'ng boydek. Hamma narsa meningdek kitobiy o'rindalik mendaq tushuntirib bermaskim mumkin yozib. Lekin eng xushal bo'lgan kunim, eng baxtlikdek shunda hayajonlanganman, shunda xush bo'lgan. Bu kunki hamda hissiyatimga ishim to'g'ri kelmaydi. Tilim bilan tasvirlab berolmayman rasqatmaqsam. Chunki shu naq maydondagi tomoshabinlarning chavkidan kelgan guldiras bir olqish men uchun eng cho'ng xushallikni bergan, ham men buningdan keyingi ishlarimga ishonch ato qilgan chavakda u. Ham shu sahna. Javobim to'g'ri bo'ldimi, xato bo'ldimi? Abeka yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizdan yaqin vaqtda programma qatnashganimdan shunchalik so'yindim, shunchalik faxrlandim. Rahmat. Shaxsan biz hammamiz kichikimizdan sizningki numurlaringizni ko'rib cho'ng bo'ldik. Hammamizga yod bo'lib ketdingiz. Ham sizga nisbatan shunchalik hurmatimiz bor. Rahmat. Endi meniki bir so'raydigan gapim, sizmi shu qaynotingizning uyiga ayolingizni so'rab bag'a vaqtda yoki qaynotingizdan tunji qatam uchrashgan vaqtdagi kayfiyatingizni yoki shu vaqtdagi ko'rinishlarni bizga qisqacha qilib so'zlab bera olasizmi? Bo'ladi. Kayıntamның ayalının kızının gepi qo'y bu. Ayalımның gepi. Ben ayalim bilen tuncu uçraşqa vaqtida albatta biz yaş vaqtlarimizdan da nurg'un mesela savaqdaşlarımız bo'ldi, o bo'ldi, bu bo'ldi. Lekin har birimiz bilan mangulik birga o'tadigan odamni tunji qitim ko'rgan vaqtidagi hissiyat faqat o'xshamaydi ekan. Har qanday bir vaqt. Tunji ko'rgan vaqtingda o'xshamagan, hamda uni bilmaymiz, uni bilan to'y qilamdik yo birga o'tamdik bilmagan bilan tunji qitimdagi ko'rishish boshqa vaqtga boshqalar bilan ko'rishgandagi ko'rishish bilan o'xshamaydi ki odamga alaydi. Boshqacha bir xil. Menga shaxsan ashta tuyulgan. Burunqi muhabbatlarimiz faqat o'xshamadi. U oldingi muhabbatlarim faqat o'xshamadi. Undan so'ng rasmiyki deb qolmalar. Mening yugunimmi, mushqizvara. Og'inimmi, shu hozir bormi, shu. Bundan keyin shu juma otashib qolmadi. Uyga borgan vaqtingiz deganda men xili qo'g'lishib, keyindan yurib, talablarni qo'yib, cho'nqu vaqtlar deydi. Men cho'nqu qildim, men qo'ytiraman deb, cho'nqurim bordi. Shu chaqdalik cho'nqur yo'q ekan demisin deb, shu mezgillarda paltolarni ishdan ichiga tiqib o'tib ketdim men. Namayan qilish uchun. Da men shay cho'nqur ekan deb, men debdim, da vallahi qilib obro'yat o'chaqlar. Onun kendi jugandiki uylarga berib, paga normal, ancha nomus qilib ketmagandim uyga. O'zi boshlab kirgan bo'lgan. U chaqda xeli saq vaqtlar hep. Hozirgidek eg'ilishib ketmagan vaqtlar bor. Undan maylamniki umidi yaxshi bo'lgan bir yigitga, esil bo'lgan bir yigitga bersak, ham shu qaynatam qaynonlarning maqsadi shu bo'lg'idi. Ularning degan umidlarini hamda ish qilib oqlashga tirishib, yaxshi bo'lishga tirishib ketib boramiz. Albatta bizning hamda odam bo'lgandan keyin savallikdan biz xoli bo'lmaymiz. Yaxshi tarafiga, yaxshi bo'lish tarafiga qarab tirishib, hozir inoq ittifoq holatda Aşınıki qo'l yana bir qitim deytaychimiz ayolimning qo'llab quvvatlashi bilan mana hozirgi vaqt keldi. Shuni bilan oldi bilan shu meni beqib cho'nqiga ota-onamga, uning keyinda qaynatam, qaynapam shundan bir yaxshi esil bizning xizmatimizni qilgan mustaq bir qizni tug'ib berganiga rahmatimni bildiraman. Ana keyindan jafo tortdi meni ayolimni mujariyalar biz bilan sotilib butun ishlashga balni asosiyatdan shu uyliklar shu ham mush fursatda hammanglarga rahmat aytib olaman. Rahmat sizlarga. Madem ayolingizdan qanday tanishdingiz dedi ya. Hamda men oilada masalanga har ayollar ko'ngilga qo'lab qolsa, işte taqtiq so'zlab ayolingizni kuldirib olamsiz yo qapaqli turamda. Endi o'zi taraqqiroq qo'lab qoladi hayotdan deyishtoq ancha-muncha fikrlikda bir narsalar fikr birligiga kelmay varang cho'rong bo'lib qoladi.
Bo'p qolgan vaqtida men vaqiraplam chikitaman tasha. Chikitib 2 minut qolmay o ish mening esimda chiktar ekan. Endi kunduz ishlarim qilib kechdi shunda ishni olsam esimda yo'qda mening kattiga varang churuq. Uydagilarniki ochchig'i degankidan battar bir holatda o'tdi. To'q qarab, urushib qolgan ha. Deb shapkini o'zimda olib qolma bo'lib shuning uyga kirgichi uyda meniki bir so'lim bor yandırdıgancha xatolikni. Ma biz tarafi uzun, biz tarafi qisqa bir duan ko'rim bor, oppoq un xalchidi. Erinmay kirib ashini. Kiyman, uni keygicha azroq yenib bo'ladi uniki achchig'i. Oyoqdan mayoqqa bir motor minishim bor degan. Uncha texnisimiz vaqtimiz qo'saqtirim. Mushaga chudiga o'qildir bir xildoq yandan qarsam shunda chiroyli vaqtlarimda o kelib. Bunun sanmı bulduğun pır kımılaydığı vakitlarda. Su içip geçsem mi leylaydığı vakitlarda. Ayak vurmağım mı tüge edişin ona. Hani kendi öyle takı geplerini mi kılma, kızlıkçılık kılma, kızlarımını mı küldürüp koyma, neydi bir geplerini kılıp. Ulan mı düşünüp gitti beni. Aka şu takı-tukunu ulaştırıp uğraştırışımı bir mesele iken ha. Bazı vakitte şu takı-tukularınızı olap oturup geçsem ki yeni bir yerlerden belki takı-tuku emas, takı-tuku olsa mı? Bir yerlere kildi de yani ulaştırgan bir yerlere var şu. Açta kanda uğraştırırız özünüz yazamsınız aka. Onu birincisine tağamnınki burun deydiğin geplerini emdim. Şimdi bak geplerini ketiştirip degen. İkincisini mi tağamgı dep sen bundan birimi yazıp bir bakayım bana da bir neslenimde yazıp bade onu kendi qağniyen özem qitip. Üçüncüsini özemli yazdım. Hele kapiyadaş yerini çok faydalanıp yani şu tağamның geplerden faydalandım. Üçüncüsü de kanda desen Abdurrahim Rahmanlı bile itot oynagandaki kişi. Hem bunu uyga ekilip aldık yağaşını bunu nimek işiltemez. Kadala şu işilteydiyse 11 degen etken çay içtim başka nimek işiltem olmaydı. Dokta asta ben buğday kumbayın salay. Eğer tuyup kalsa çapınının rengi çapınımga o'xshagan qo'qmay sap qaptim ha. Bir aqitim navat sanmay çay içkenge mesop ketmaysiz. Meni ketmaysiz deganim qo'nib keling deganim emas. Maqsadim uy sanmoqchi bo'lsangiz bosh o'gizini to'liq bitirib olib, uning kendi ulug'i yog'och chiqarib bo'ri silvasangiz, yetigidan qayyomga yig'ib qolsa o'gizga o'tmaydi. Sen bu japon o'tkaziman deb jafo tortib qolsa. Şuna biz balalarım jafo tortib qolmasin desang, yaxshi tarbiyalab oliy maktablarda o'qitgan degandek bunda keyni ulaştırib, belki qapiyadash qilibsa, ham bu burun deyilib qolgan gaplarni ozroq kulkin deb beraydi qildi. Abeka rahmat unda bo'lsa, bugun alayda vaqtingizni chiqarib misha qadam tashrif qilib mana boshdan oxiri to'xtamay kuldirib bizni ya. Ma saatning vaqtning qanday o'tganini bilamay qoldik-ku. Shu darajada shunda ko'ngillik bir kun bo'ldi aka. Ko'rmalarga nisbatan naq maydondagi tomoshabinlarga va o'zimga vakolatan yana bir qatim cho'nqur tashakkurimni bildirmay aka. Rahmat. Onundan keyingi har qanday bir ishlaringizga zo'r utuq muvaffaqiyat tilaymiz aka. Eng muhimi tan saqliq, salomatlik tilaymiz. Bundan keyin bo'z to'xtab qolmay işte itotlarni, qisqa filmlarni to'xtamay yo'llab tursangiz, bizningki shundaq dillarimizga bir ozuq bo'ladigan kulkilarni ato qilsangiz deb shuni orzu qilamiz aka. Fursatlar bo'lsa yana bir qitim Şolpan keldi programmamızga vaqtingiz yetsa qatnashib, shundaq bizga tomoshabinlarga ekranda ko'rmallarimizga kulkilarni beg'ishlashingizga tilakdoshligimizni bildiramiz. Rahmat. Rahmat. Programmamızın 2021 yıllık tajdorligini Şinjan Berna Savdo-Cheklik Mas'uliyat şirkati alayda qo'llagan. Adaş, nim bo'ldi? Bək bir yarım bo'ldimi? Ansirma adaş, Nalina ayollar sog'lomlik mahsulotlarini olib keldim. Qarag'ina. Nalina ayollar sog'lomlik mahsulotlari. Programmamızın riyosatchilarining kiyimini Miras kiyim-kechak madaniyat şirkati alayda qo'llagan. Bo'vladi Miras tog'dek qomatga qiyos Miras kiyimlari. Xo'sh aka, rahmat. Yansam yana shu chin yuragimdan yana bir qatim cho'nqur tashakkurimni bildiraman aka. Bundan keyin yana bir qatim cho'qim kelasiz aka. Amanchilik bo'lsa, salomat bo'lsak kelimiz cho'qim. Rahmat. Unda bo'lsa aka, naq maydondagi tomoshabinlarimiz ekranda ko'rmallarimizga vakolatan yana bir qatim cho'ng hurmatimizni ifodalaymiz. Rahmat sizga aka. Rahmat.